Hurmatli muxlislarim. Mana Mirziyoyev yaqinda aytdi, tanqid qilib turish kerak, tanqidligida haqiqat chiqadi degan gaplar. Keyin aravani tortganimizda aravani g'ildiragi juda sizlar bosh bo'lsalaring tez aylanadi-da, u byurokratlar bosh bo'lsa endi aylanmaydi. Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidda ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidda ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura bo'lish kerak emas u. Mana meni ko'p rollarimda endi tanqid degan narsalar ham bo'lyapti, bo'lib ham keladi. Bu yaxshi niyat bilanchi, mana shu Mirziyoyev gapiga mos bo'lyapti. Ba'zilar endi troll bo'lib yoki boshqa niyatda, yomon niyatda menga tosh otishyapti kommentariyada. Ammo mana shu tanqid orqali mana natija ijobiy ham bo'lyapti. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston elchixonasini tanqid. Shu tanqiddagi mana elchixona qimillab qoldi. Ijobiy harakatlar bo'lyapti. Mana bir nechta o'zbekistonliklar yo'lda ketayotib avariya bo'ldi. O'zbekiston elchixonasining xodimlari borib bu yerda hissasini qo'shib va O'zbekistonga shu davlat tomonidan samolyotga transportatsiya qilib O'zbekistonga olib ketishdi. Shu fojiadan halok bo'lgan biz vatandoshlar. Mana hozir e'lon qilindi, O'zbekiston Rossiyada 5 ta konsullik punktlar ochar ekan. Bittasi Sankt-Peterburgda, bittasi Vladivostokda, bittasi Qozon shahrida va hokazo. Ham ijobiy. Mana endi u uzoqlardan, Vladivostoklardan 1000 kilometr yo'l bosib kelishmaydi yoki Moskvaga yoki Peterburgga kelmaydi. O'sha yashayotgan joyda atrofdagilar yo'lga katta pul sarflamay, pasport yo'qotgan bo'lsa, uyga ketishga sertifikat qilish kerak bo'lsa, bola chaqasiga haligi metrga deganda boshqa konsullik xizmatlar qilishi, o'sha yashayotgan joyda, ishlayotgan joyda katta pul sarflamay ishni qilishadi. Что mana bitta bu meni xizmatim emas. Bu yerda sizlarga ham xizmatlaring bor. Mana borgan sari подписчиклар ko'payyapti. Drujbaga qo'shilganlar ko'payyapti. Shu ishlar sonlar ko'paygan sari hukumat shunga e'tibor beradi va xalqning og'ziga ham qaraydi. Oldin aytganimdek, bola yig'lamasa onasi bermaydi degandek. O'shaning uchun biz shu roliklar orqali, sizlarning yordamlar orqali shunaqa hukumatga, prezidentga yetkazib qo'ysak, xalqni istagini shunda yana ham ijobiy yurishadi. O'shaning uchun kim menga oldin qo'shilgan bo'lsa bularga rahmat. Qo'shilmaganlar qo'shilinglar. Meni YouTube va boshqa sotsial medialardagi roliklarga kommentariyalar yozinglar, talablarni yozinglar. O'zbekiston rahbariyati meni roliklarni ko'radi. O'shaning uchun shu roliklar orqali sizlar o'zlaringiz dardlarini Prezident Mirziyoyevga, boshqa O'zbekistonda hokimiyat qilgan shaxslarga yetkazasizlar. Ko'plari menga kommentariy yozasizlar, qanaqa savollar berasizlar. Men kuchimdan kelgancha o'qiyapman buni. Ammo sutkada 24 soat shu ko'p tushayotgan xatlarga hammasiga javob berolmayman. Kuchimdan kelgancha ba'zilarga javob beryapman. Tipovoy bo'lsa, yo qiyin savollar bo'lsa, savollarga javob bera olmaganlarimga uzr. Sutkada 24 soat uxlashga vaqt qolmayapti. Mana hozir ham bugun ham uxlaganim yo'q, ko'zimlar yumilib ketyapti. Bugun ham 5 ta o'zbekni qamab qo'ygan ekan. Isra degan shaharga o'sha borib kechasi bilan tergovchilardan bo'lib, ikkita qo'yilgan moddadan bittasini og'izga tashladi. Попытки изнасилования degan modda tushunildi. Bitta modda qoldi. Militsiya o'rdi. 5 tasidan 2 tasini ozodlikka chiqarsa bo'ladi. Namangan viloyatidan 5 ta. Hozir 3 tasi hozircha hibsda. Mana bugun 1 minut ham uxlaganim yo'q. Hozir o'sha yerdan qaytib, bugun mana tatarlarning sababli bayramiga shuni taklif qilishgan edi Moskvada. O'sha kirib, salom alaykum qilib, hozir ozmoz vaqt qolsa, shu murojaatni yetkazyapman. Bugungi mana Sabanto'da O'zbekistonda elchisini men ko'rmadim. Nimaga kelmadi?
işte xafa bo'lmaysizlar kimga javob berolmagan bo'lsa. Ammo tushundan keyin o'qib turibman. Kim kommentar berayotgan bo'lsa, ularga rahmat berib turinglar. O'sha sizlar kommentarlarga qarab, ba'zilarga biz yana yangi roliklar qilyapmiz, sizlar talablaringizni yangi roliklar orqali yetkazyapmiz. Ammo troll va har xil qora niyatlilar buncha vaqt ketkazmanglar. Men sizlarni yomon gaplaring, so'zlaring menga bu nol. O'zlaringni faqat madaniyatliklaringni ko'rsatyapsizlar.